Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Yaqinlaringizni mamnun qilish uchun albatta bir sabab bo'lishi shart emas. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum Oyshaxon, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ismim Madina. Ha, Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shu munosabat bilan yaqinlaringizdan siz uchun kutilmagan tabriklar, chiroyli dil izhorlari yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, kimlar sizga dil izhorlarini yo'llaganlar? uydagilar, yaqinlarim bo'lsa kerak. Sizni tabriklab otajoningiz Shuhratjon aka, onajoningiz Ma'mura opa, turmush o'rtog'ingiz Rasuljon aka va qaynona, qaynotalaringiz, farzandlaringiz va barcha yaqinlaringiz nomidan ukajonlaringiz Asliddin va Asadbeklar siz uchun chiroyli dil izhorlarini yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz o'qib eshitiraman, tayyormisiz? Ha, mayli. Xo'p bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum opajon. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz, 24 bahoringiz bilan hamda ro'za-i Ramazon oyi xotin-qizlar bayrami bilan ham tabriklaymiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Doimo sog' salomat bo'ling, hech ham xasta bo'lmang. Oilamizni, farzandlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Siz dunyodagi eng mehribon, eng oq ko'ngil, juda ham samimiy insonsiz. Doimo go'zal yuzingizdan kulgu, tabassum arimasin. Nimaki yaxshi niyatlar, yaxshi orzular qilgan bo'lsangiz, barchasiga yetishib yuring. Allohning banklariga birgalashib borishliklar, hojonalar, hojotalar bo'lib yurishliklar nasib aylasin. Allohim ushbu muborak oyda sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin. Tutayotgan ro'zalaringiz, bajarayotgan savobli amallaringizni Allohim dargohida qabul qilsin. Siz uchun rayon eshiklarini kengroq ochib, gunohlaringizni mag'firat qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishing. Azizim, dunyoda shodlik bor bo'lsin. Ana shu shodliklar sizga yor bo'lsin. Qalbingiz quvonch va orzuga to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Gullarning eng go'zal gullari sizga. So'zlarning eng shirin so'zlari sizga. Tabassum yarashar gul yuzingizga. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohimning sevimli bandasi bo'ling. Ilohim 90 yuzlarga kiring. Dunyo shodliklari sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Yana bir bor tavallud topgan kuningiz hamda ro'za-i Ramazon oyi ham muborak bo'lsin. Dunyodagi barcha ezgu tilaklar siz uchun. Doimo go'zal yuzingizdan tabassum arimasin. Farzandlar kamolini ko'rib, turmush o'rtog'ingiz bilan baxtli, saodatli hayot kechiring deya ukajonlaringiz o'z tabriklarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga izhorlaringiz bo'lsa, yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Marhamat. Rahmat, shunchalik eslab meni tug'ilgan kunim bilan tabriklaganlar uchun. Ular ota-onamiz ham bir vaqtimizga sog' salomat bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin, ularga ham shunaqa tug'ilgan kunlarda ko'pini birga inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Rahmat yana bir bor katta. Sizga ham rahmat, inshaalloh aytganingiz kelsin. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Hurmatli, vaqtingizni ayamay, siz bilan chiroyli suhbatlar uchun alohida rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.